Katta xolangni uyiga kelayotgandek kelyapsiz. Xohlasang kelasan, xohlamasang yo'q, nimasi bu? Ana boshlandi. Soat 8:30 hali hech kim kelmagan. Ish yoqmaslar. Shu yumshoqlik qilyapman-da. Ofis ikkinchi uyimda. Bu katta oilada otadek bo'lib qo'yaman. Hammaga qayg'urib, g'amxo'rlik qilib, kerak bo'lsa quchoqlab qo'yaman, kerak bo'lsa urishib. Bahrom, berk. Assalomu alaykum. Bahrom, nimasi bu kechikish? Katta xonani uyga kelayotganda kelyapsan. Xohlasang kelasan, xohlamasang yo'q. Nimasi bu? To'g'ri ishlasang bo'lmaydimi? Vaqtida kelib. Uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Kechasi bilan mushugim to'lib chiqdi. Qo'ling bilan to'g'dirmagan bo'lsang kerak. Ha, rahmat. Qalaysan? Nimaga? Shu bitta savol qiynayapti-da. Qanaqa? Nima deb o'ylaysan? Kim ko'proq kech qoladi ishga? Lekin uchta to'pini bilaman-da. Kim ekan? Bilmadim. Ana qara. Janob o'zlari yetib kelibdilar. Bunaqa holat doimiy emas. O'zi faol xodimman. Endi shu bir safar bo'lib qoldi. Kim biladi deysiz? Kechasi kontrol o'ynab chiqmagan bo'lsam. Unaqa yoshdan o'tganmiz allaqachon. Endi erkakchilik kimda bo'lmaydi deysiz? Bo'ptirar ekan. Adolatliman. Lekin kimdir yana ishga kechga qolsa, men o'lsa-ekan, ularni ishga o'tkazib yuboraman. Bahonalar ham qiyib qo'yadi, bilasanmi? Gapirma. Lekin qoyil. Bir-biriga o'xshamaydigan bahonalar. Har safar yengiz. O'zi o'lmagan qarindoshi ham qolmadi. Tog'asi, amasi, xolasi, teshavoy qo'shnisi o'zi aktyor bo'lsa bo'lar ekan, roliga zo'r kirishadi. To'g'ri. Xo'jayin, kech qolyapsizmi? Tirbandliklar.